Sentrga yaqin joy qidirib yurganmidingiz? Ayniqsa qishga yaqin baribir kvartiraga yetmas ekan, dom olmasam bo'lmas ekan deya harakatga tushib qolganmidingiz? Unday bo'lsa ushbu videoni o'tkazib yubormang. O'zingizam bilasiz-a, ikkinchi qavatdagi uylarimiz ko'pi kanalga chiqishi bilan sotilib ketadi. Chunki shu qavatga talab kuchli-da. Bu xonadon ham xuddi shu qavatda joylashgan ekan. Ko'rayotgan ushbu uyimiz oilangiz qancha katta bo'lsa ham hammasini sig'diradigan kenglikda. 201 kvadrat metr ekan. Bu degani o'rtacha o'lchamdagi domni birlashmasiga teng degani-yu, keyin yana hovli uy olaman deb o'tirishga hojat yo'q ekan. Bundan tashqari uy a'zolari bilan bir qatorda mashinangizga ham joy topib beramiz. Tashqarisida o'zlariga tegishli bo'lgan garaji ham bor. Zo'rmi? 6 ta xona yana ham kengaytirish maqsadida 5 xonaga aylantirishgan ekan. Xohishingizga ko'ra keyinchalik yana ajratib olsangiz bo'laveradi. Ichini qarang, yashash uchun nima kerak bo'lsa barcha sharoitni qilib qo'yishgan ekan. Bugun olasiz, ertaga yashash uchun kelaverasiz. Ichidagi deyarli hamma narsasi sizga qoladi. Faqat bitta televizor, 2 ta xolodilnik olib ketiladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammosi yo'q. Kadastr hujjatlari ham joy-joyida. Kvartira pishiq-ishda ko'tarilgan. Narxi bo'lsa egalari tomonidan 200 ming deb belgilandi. To'xtang, qaroringizdan qaytishga shoshmang. Shundoq ekranga qarang. Egalarining nomeri berilgan. Siz uchun albatta kelishtirib berishar ekan. Bemalol bog'lanavering. Manzil esa Farg'ona shahar Ohu kafesi yaqinida joylashgan. Markazga yaqin bo'lishini xohlagan, qolaversa ichidagi hamma narsasi tayyor bo'lgan uy qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'ying.